Böljürgen şəhsi. Çoço bilan yo'g'on egizning to'sqinlik qilishi bilan Xaybov atritidagilar Böljürgen shahrida xeyli vaqt turib qoldi. Çoço bilan yo'g'on egiz yana yangi suiqasd planlab Xaybov atritidagilarning zerakchaqlarning qimmatli kitobini tepish yo'lini to'smoqchi bo'ldi. Başlayaq. Biz izib qaldıq mı nima? Belə qızdırmazı yiyib kilovatı da. Tosma sen, benzine uğurlayamazsan şahimizi çok cezalaydı. Başla fırınırsın işlevatı da. Başla bu kaybolken bu. Gel vaxtını kapsan, hem de ödününü kondak vermek yakını. Bu Xeyborda kərkib qiyafətdə özgürən etkəndə. Ben Xeybor ətritizdəkilərə taqab oturduğun amalını tapdım. Özgür qısqışmaqa, məni bozaq qılmadı da, pek ağrım getdi. Hop hop da. Kastamantı, hem yiyişlik, hem mezlik manta. Ne mi diyen köp? Buyruğu. İkinci numaralık Böljürgen etsideki Böljürgenler oğurlandı. Bütün şehir boyunca oğurunu tutuş buyruğu çıkarıldı. Hayba Böljürgen oğurluğun oğur mu ki? O da kanası ben Böljürgen oğurlu mu doğum? Biz çokum hakiki oğurunu tutuşumuz gerek. Bomuz hayba oğurken de tutup getildi. Lekin, kondoq tutumuz. Ben amal taptım. Toxta! Yaxşı məhlək o qayadıdır.
Neymiş ki beni doğraysan? Beni doğruşun ruhsat yok. Beni doğruğucu bulma. Ha? 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 Qaysi Rasxay bo'ldi? Men Rasxay bo'l. Men Rasxay bo'l. Men Rasxay bo'l. Men Xaybo. Men Xaybo. Men Xaybo. Men Rasxay bo'l. Men Rasxay bo'l. Men Rasxay bo'l. Men Rasxay bo'l. Hadi qaysidir? Ha, men Rasxay bo'l. Men shu. Ularni musobiqlashtirib boqsaq bilimizg'u. Musobiqlashanda nimada musobiqlashadi? Narsa eshitdinchu, kim yengib olsa shu Xaybo bo'ladi. Sen Xayboni o'zingda qo'sh deb qoldingmi? Yeyishni bilasan. Ana, Xaybo suv zirak chaqig'i, ular suv ichishni beslashib boqsin. Bizni boshqa yaxshi amal topolmadik. Ular behli yamanken shuncha ko'p suvni ichib o'tdi. Unda qilsang qaysining haqiqiy Xaybo ekanligini bilamaydi kerakmi? Bu hujum chiqartgan-ku. Amal topdi. Mana bu hujum chiqartlar keldi. Bildim. Mana bu Rasxay bo'l. Sen yolg'on. Sen qandoq bilding? Men oldingi qatim Xayboning bu qurtlarni ko'rib qo'rqib yig'lab ketganini ko'rgan. Bu qurtlardan qo'rqmagan albatta yolg'on Xaybo bo'ladi-da. Aslida sizlar buni ko'rib bilib bo'ptikansizlar-da. Terakchoqlarni tekshirish asbobini ishlatish orqali rostchalg'on Xayboni o'riya olamiz. Qani ko'rib boqaychi. Xayboning qiyofasi kirvog'ini zoli qandoq bilmaydi? Xaybo, u badan qiyofasini o'zgartib qolmasdan rangini o'xshashda o'zgartiradi. U qanday rangdagi qiyofatga o'zgarmoqchi bo'lsa, shundoq o'zgaradi. Alayda maharati qiyofat o'zgartirish, nur chiqarish, tishlash, g'ajosh. Ha? Cho'qin Bibo, u Xayboning qiyofasiga o'zgarib o'ldirgan o'g'irlabdi. Lekin u nimishqa bunday qiladigan-da? Biz Biboni tezroq tutaylik. Bebo bu yoqqa kel. U harom tomoq dishimni Aslida Biboni yomon ish qilishga sizlar zo'rlatgansizlar-da. Shundoq, biz Beboni bu eski ishni qilishga o'rinlashtirgan. Xaybonni saqlab tutib kelsizlar. Sizlar zirakchoqlarning kitobini eklimizda xom-xel qilishamaysan. Hey, men soqchiga ma'lum qilaman. Asli o'g'ridan sizlar ekansilar. Saqchilar bizni bilmaydi. Ular tutsimi Beboni tutdi shu. Ha? O nima deyapti? Xaybo, u zoti nima deydi? Bibo, cho'cho menga Xaybo askablah degan edi. Yana texi meni bo'ljirgan o'g'irligini soldi deydi. Ular ikkisi askablahlar. Nima oz bu? Saqchidag'lar keldi. Uni Xayboning qiyofasiga kirib bo'ljirgan o'g'irligini hisobsizlar. Ular haqiqiy o'g'irni jadislarni tutib keldi. Meni tutun degan tag'i, undan oson ish yo'q. Xaybo atrofdagilar qani ko'ramiz. Hechqisi yo'q. Cho'cho
Soğucu bilen yoğan eğiz seni aldap kıltak uçuruptu. Sen soqchilarga boturluq bilan xatolig'ini iqror qilsangmi, ular seni tutib ketmaydi. Boşluq nereye mi ketgan to?